Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz yana bir obyektimizga kelganmiz. Bitta pol qoqyapmiz. Ko'p videoda Instagramda pol qoqish jarayonlarini ko'rsatishyapti. Sizlarga yana bitta tavsiya, polni ko'rsating. Oralig'iga, lagani tagiga beton quyib olganmiz, bordyur quyganmiz. Ustiga murlat, endi tepasidan keyin laga qilinyapti. Чтобы bemalol ish qilasiz, keyin muammo tug'dirmaydi. Ilgari lagani tagiga ustun qo'yib, g'ish qo'yib bu narsalar qilinardi. U narsa yurganda chiqib ketib qolsa keyin muammo tug'diradi, pol qimillab. Hozir bu narsa juda ham foydasi katta. Jicha chiqim bo'ladi, lekin juda ham foydasi katta. Lagani o'zi ham mahkam bo'lib qoladi, bemalol ish qilaverasiz. Keyin ustidan hech qanaqangi ushatib olish, shunaqa narsalar bo'lmaydi. O'tiblik jarayonini ham ko'rsatamiz. Uni ham qanaqa foydali taraflarini borligini aytamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lib qo'yinglar, like boshingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.